Hozir sizlarga byudjetniy sredstvalar bilan shunaqa ukladka qilishni ko'rsatib beraman. Bizga Dyson'ning analogi Enzo'dan shunaqa stayler kerak bo'ladi. Buni 300 yoki 400 mingga olganman. Terma защита kerak bo'ladi. Shunaqa bigudi nabor. Men Uzu Marketdan olganman. Silkasini Telegram kanalimda qoldiraman. 90% quritilgan soch kerak bo'ladi. Biz hozir 3 tane примерно bir qismini olib ajratamiz. Terma защита sepamiz. Stayler shu narsasi kerak bo'ladi. Sochimizni ozgina ajratib shunda крутить qilib chiqaman hozir. Bittasini qildik, yana ozgina olib ikkinchisini ham qilib olamiz. Hozir отдельно qilib chiqqan lokalarimizni hammasini birgalikda qilamiz. Shunaqa nasatka kerak bo'ladi, o'rtacha kattalikda tortib yaxshilab qotirib oldik. Bu yoq tarafimga уже kattaroq bigudi olaman. Qaranglar, o'ralish texnikasini ko'rib olinglar, потому что shu o'ralish texnikasida imенно sochinglar объемный bo'lib chiqadi. Bundoq qayiltirasizlar-da, mamna qilib qotirasizlar. Endi qaranglar, buni mamdan ajrataman. Endi ikkiga bo'lamiz va крутить qilamiz. Va bigudi qilamiz. Xuddi shuni bunisiga ham qilamiz. Va eng oxiri cholkamizda qoldi. Staylerimizni mana bu nasatkasi kerak bo'ladi bizga. Shu bo'lib old tarafga qilamiz. Endi xuddi shu движение orqa tarafga qarab qilamiz. Bigudiga qotiramiz cholkamizni. Mana bo'ldi. Ozgina endi qurishini kutamiz.